Yurak urishi tezlashsa xavflimi? Yuragingiz ba'zida tepib ketadimi? Bu oddiy holat ham, xavfli holat ham bo'lishi mumkin. Quyidagi holatlarda bu juda ham xavfli. Yurak urishi 100 tadan oshsa, birdan boshlanib, birdan to'xtasa, bosh aylanishi, ko'z oldi birdaniga qorong'ulashsa, bu aritmiya bo'lishi mumkin. E'tiborsiz qoldirilsa, insultga olib keladi. Bu holatni aniqlashda oddiy EKG yordam bermasligi mumkin. 24 soatlik Holter monitoring buni aniqlashda yordam beradi. Yurakni eshitish stetoskop bilan emas, vaqtida tekshiruv bilan bo'ladi. Yurak urishi tezlashsa xavflimi? Yuragingiz ba'zida tepib ketadimi? Bu oddiy holat ham, xavfli holat ham bo'lishi mumkin. Quyidagi holatlarda bu juda ham xavfli. Yurak urishi 100 tadan oshsa, birdan boshlanib, birdan to'xtasa, bosh aylanishi, ko'z oldi birdaniga qorong'ulashsa, bu aritmiya bo'lishi mumkin. E'tiborsiz qoldirilsa, insultga olib keladi. Bu holatni aniqlashda oddiy EKG yordam bermasligi mumkin. 24 soatlik Holter monitoring buni aniqlashda yordam beradi. Yurakni eshitish stetoskop bilan emas, vaqtida tekshiruv bilan bo'ladi.